Nima bo'lyapti? Tashqarida nima bo'lyapti rostdan dada? Hech narsa bo'layotgani yo'q azizim. Ki o'yinni davom ettiraylik. Bu tovush nimaniki? Mana bu bombardimon qilayotgan samolyot bor-ku. Bomban tovushi. Nima uchun yosh bola bunaqa ma'lumotlar bilish kerak? Yosh bola bo'lsa agar. Azizim, meni eshit. Agarda sen ushbu tovushni eshitsang, bombalarni va bombardimon samolyotlarni qo'rqmagin, xo'pmi? Agarda bu tovushlarni eshitsang, sen kulishing kerak. Mana shunaqa kul, xo'pmi? Nima uchun? Xo'p, mayli dada. Yaxshi qizalog'im. Rostdan bomba tushyaptimi deyman bu yerga, tushunmayapman. Men o'zim boshqacha his qilib boshladim ekan, bolalar olmagandir. Yuragimda qanaqadir bir g'ashlik o'zi. في طيارة اللي هي قذيفي قذيفي احنا كل شديد بضحك طلعت بضحك معه قذيفي بضحك shunaqa bir qisqagina epizod bilan ko'rsatib bera olish mumkinligini, shunchaki men qanaqadir bir navbatdagi horror yoki bir shu qanaqadir bir kutilmagan skrimerli bema'no o'yinlardan biri deb o'ylagandim. Aslida juda tubdan adashgan ekanman. Bu o'yinni ko'rib, hozir bo'layotgan vaziyatni ko'rib, keyin hozir videoni oxirida ko'rgan hayotda sodir bo'lgan videorolikni ko'rib shuni tushunib yetyapman. Yana bir marotaba men ham sizlardan so'ragan bo'lardimki, shukr qilishni. Mamlakatimiz tinch, yurtimiz tinch, hech qanaqa urushimiz yo'q. Va albatta hech qanaqa bir nolishga yoki armoni borligiga, armon bo'lish mumkinligiga, noshukrlikka hech qanaqa menimcha bizga sababimiz yo'q.